Assalomu alaykum. Endi otalar borasida ozroq o'zimiz ham ota bo'lib endi bilyapmiz. Bir gapni aytmoqchi edim. Yoshligimizda aytardida, buni qilma, uni qilma, desa nimaga qilma derkan deb o'ylardik. Ya'ni misol uchun tikka turib nima deydi, tahorat ushatma yoki suvda o'tirib ich, daraxt tagiga nima deydi, yozilma, xullas shunaqa ko'p narsa aytdi. Nima qilarkan, nima bo'larkan, nimaga bunday derkan deb o'ylardikda. Endi ko'rib, katta bo'lib, ozroq 4-5 ta kitob o'zimizcha chalimizni o'qib, ustozlardan ilm olib, endi tushunyapmizki, o'sha otalarimiz aytgan narsalar Habibimizning sunnati ekanda. Ya'ni shunga amal qilganimiz uchun o'z hayotimizga baraka, fayz, qut-baraka kirib borar ekanda. Endi yoshimiz kattarib tushunar ekanmiz, otalar ko'p narsani bilar ekan. Shunday.